Uyg'ondingizmi? Hocam. Nonushtangiz tayyor bo'ldi. Ovqatlanib olasizmi? Nonushta tayyorladingmi? Ha. Nahotki sen meni uyg'onishimni o'sha yerda kutdingmi? Men sizning yuzingizga qarab turdim. Shunaqami? Aytgancha, Nefi. Ha. Xayrli tong. Ha. Xayrli tong, hocam. Bu safar to'g'ri salomlashishni uddalay oldim. Anime Telegramdagi Anibro kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Bu ovqat zali qabristonga o'xshardi. Hammasini o'zing tozaladingmi? Non sotib olganmidik? Yo'q, uni o'zim pishirdim. Nima? O'zing pishirding? Bu g'alatimi? Bilmadim. Men hech qachon bunday mazali narsa tayyorlay oladigan odamni uchratmaganman. Rostdanmi? Bu uni baxtli ekanligini anglatadimi? Allaqachon ovqatlanib bo'ldingmi? Yo'q. Unda birga ovqatlanamiz. Hocam, men faqatgina siz uchun yetarlicha tayyorlagandim. Nonushta qilmoqchi emasmiding? Men o'zimga tayyorlashni unutibman. Unda menikini yarmini ol. Endi o'tir. Lekin faqat siz uchun o'rindiq tayyorlagandim, hocam. Unda bu yerga o'tirishing mumkin. Bunday qo'polish qilishga jur'at eta olmayman. Xavotir olma, senga aytayapman, hammasi joyida. Uni qo'yib yuborishni rad etishimga biror bir sabab bormi? Unday bo'lsa, buyrug'ingizga ko'ra, hocam. U rostdan ham shunday qildi. Endi esa mana buni ye. Hocam, bu juda uyatli. Albatta shunday. Hocam, siz yomon gapiryapsiz. Unda keyingi safar o'zingni unutib qo'yma. Xo'p, Lekin buni yana qilishga qarshi emasman. keyingi safar joy tayyorlayman. Marhamat, mana buni tatib ko'ring, hocam. Javob zarbasi! Bu issiq ekan. Men ovqatni nazarda tutdim. Ha, ovqat rostdan ham issiq. Hocam, siz doimo nimani o'rganasiz o'zi? Nima demoqchisan? Bu sehr ekanligi aniq emasmi? Men ham shunday deb o'yladim, lekin bu chizmalar qanday maqsadga xizmat qilishini bilmadim. Elflarning sehrgarligi bundan boshqachami? Men sehrdan foydalana olmayman. O'rtachadan ancha yuqori sifatli ma'noga ega bo'lishiga qaramaymi?
Xo'sh, konseptual jihatdan qaraganda belgilar ma'lum bir quvvatlarni o'z ichiga oladi. Bu haqida ko'p munozaralar mavjud. Bu ma'budlarning tili yoki iblislar bilan tuzilgan shartnomalarning timsoli bo'lishi mumkin, lekin men aniq bilmayman. Bu sehrgarlikning eng oddiy shaklining rejasi, sehrli doira. Bu chaqmoqni yaratadi. Unga ma'na singdirasan. Sehrni bu darajasi bargni ustida suzib yurgan suvga o'xshaydi. Ammo aylanaga yana belgilar qo'shish mumkin. Uni kuchini oshirish, uni yo'naltirish, diapazonini kengaytirish, sehrni paydo bo'lish vaqtini nazorat qilish va boshqalar. Bu uchun zo'r. Shunday qilib, ma'nani unga yo'naltirish bilan har kim undan foydalanishi mumkin. Bu faqat asl kasterga foydalanishiga ruxsat beruvchi cheklovni talab qiladi. Agar bu yetarli bo'lmasa, boshqa sehrgar uni osongina o'g'irlab ketishi mumkin. Bunday sehrli doiralarning qurilishi sxema deb ataladi. Nimadir bo'ldimi? Shunchaki, hojam siz sxemani tashqi tomonga qo'shimchalar kiritdingiz. Uning ichiga biror narsa qo'shish mumkinmi? Bunday savol berganingdan hayratdaman va javob shuki, biroz ha, biroz yo'q. Bu allaqachon tugallangan doira ichida ikkinchi sehrli doirani yaratishni talab qiladi. Bu ma'no oqimini buzadi. Shuning uchun ikkala sehr ham faollashmaydi yoki aqldan ozadi. Ammo agar sen ma'no oqimini nazorat qilsang, bu mumkin edi. Bu degani, bu bilan birovni sehrgarligini bekor qilish mumkinmi? Aynan shunday. Va bunga qodir bo'lgan odam har qanday sehrdan omon qoladi. Unday odam har qanday sehrli hujumlarga qarshi tura oladi. Nazariy jihatdan u barcha davrlarning eng kuchli sehrgariga aylanadi. Va shunga qaramay, bu faqat nazariy. Agar bu oson bo'lsa, hamma buni qilgan bo'lardi. Bundan tashqari, hech kim bunday narsalarni jiddiy o'rganmaydi. Garchi bu g'oyani qilishga uringan aqldan ozgan odamlar ham bor. Menimcha endi biroz sehrgarlik nazariyasini tushunaman, lekin uni qanday ishlashini bilish sharti bilan har kim undan foydalanish mumkinligini anglatadimi? Menimcha Nefida bu borada haqiqiy qobiliyat bo'lishi mumkin. Sen haqsan. Sehrgarlar uchun bilim, kuch bilan bevosita bog'liqdir. Va shuning uchun biz bu bilimlarni o'g'irlamaslik uchun hiyla va tuzoqlarni birlashtiramiz. Bu yerdagi narsalarga tegayotganda ehtiyot bo'l, xo'pmi Nefi? Bu hazil, bu tuzoqlarni senga zarar yetkazmasligi uchun o'zgartirganman. Hojam, siz meni masxara qilyapsiz. Lekin bundan xursand ko'rinasan. Buni qayerdan bildingiz? Xo'sh, quloqlaring. Hojam, siz men bilan hech qachon bunchalik uzoq gaplashmagansiz. Xo'sh, sehrgarlik menda bo'lgan yagona narsa. Senda bo'lgan bilim haqida gaplashish osonroq. Hojam, sizga bir savol bersam maylimi? Nima? Hojam, bunday aql bovar qilmaydigan kuch bilan nima qilmoqchisiz? Juda ham afsusdaman. Bu o'rinli savol bo'lmasa kerak. Yo'q, unday emas. Men oldin bu haqida o'ylamaganman. Javob berish kerak bo'lsa, omon qolish menimcha. Omon qolish? Yoshligimda na pulim, na yashashga joyim bor edi. Omon qolish uchun kerak bo'lgan hamma narsani o'g'irlashim kerak edi va hatto bunda yaxshi ham edim. Meni o'ldirishlaridan qochishga muvaffaq bo'ldim. Ammo bir kuni meni sehrgar qo'lga oldi. Axir bolalar juda ham yaxshi qurbonlik bo'ladi. Aslida, o'ldirilishimdan avval u yerdan ham qochishga muvaffaq bo'ldim, lekin o'shanda men tirik qolishni istasam, kuchli bo'lishim kerakligini angladim. Men mana shuni xohlayman. Maqsad sifatida bu oddiy tuyulishi mumkin, lekin o'lmaslik ideal bo'lar edi. Men hech qachon u qadar kuchli bo'la olmadim. Bilasanmi, Nefi? Agar senda sehr bo'lsa, bizda mehmonlar bor. Men borib ularga peshvoz chiqaman. Sen kechki ovqatni tayyorla. Tushunarli. Qancha odam uchun tayyorlashim kerak? Faqatgina ikkimiz uchun. Bu mehmonlar tez orada uylariga qaytadi. Demak, odam o'g'irlagan odam mana shunday joyda yashirinib yuribdimi? Biz hozirgina shu yerda edik, aylanib yurganga o'xshaymiz. Ehtimol bu himoya sehr to'siqdan kelib chiqqan. Men uni yo'q qilaman.
Xudoyim. Cherkovda birovning uyiga kirishdan avval taqillatishni o'rgatishmaydimi? Og'zingga qara. Demak, bu chindan ham sensan. Biz ilgari uchrashganmizmi? Meni to'sig'imni yo'q qilganni hisobga olsak, bu mashhur muqaddas qilishlardan biri. Iblis lordini o'ldirgan deb aytilgan 12 shamshirdan biri. Cherkov kuchining ramzi. Va uning egasi shunday yosh qizmi? O'ylab qarasam, u tanish ko'rinadi. Ha, albatta, u o'sha qiz axir. Agar men uni farishta ritsari ekanligini bilganimda, uni qo'yib yubormagan bo'lardim. Bilasizlarmi? Menda muhimroq ishlar bor. Ularning yollaqagan qurol aslahalarining mudofaa kuchi hayratlanarli. Kuchsiz urgan bo'lishi mumkin, lekin u tirnalmagan. Hech qanday sababsiz hujum qilish, chindan ham sehrgarlarning hammasi qo'rqoq. Shassildono, uni 3 serolin ritsarlarga qo'yib bering. Kaltaklaganimdan so'ng uylaringizga qaytib ketasizlarmi? Ovozingni o'chir! Endi ko'zimdan yo'qoling. Yoki o'sha ozg'in qizga uchalangni ko'tarib ketishiga majbur qilmoqchimisanlar? Bu hal tugamadi. Men hali to'xta, orqaga chekin. Men qila olmayman. Shastildono. Bo'lishi mumkin emas. O'rningda bo'lganimda bunday qilmasdim. Men oyog'imni seni qilichingdan tez qimirlata olaman. Tez tushunganingdan xursandman. Nega uni bunchalik qiynoqqa solyapsan? Mag'lubiyatimizdan keyin ham bizni sharmanda qilmoqchimisan? Qo'rquvni qanday yaratishni bilasanmi? Nima? Agar men barchangizni o'ldirsam, sizni yuborganlar faqatgina 4 ta o'limni eslab o'tishadi xolos. Qo'rquvni tarqatish uchun menga omon qolishingiz va sodir bo'lgan voqeani tarqatishingiz kerak. Masalan, bu kabi. Va shuning uchun bizni o'ldirmaysanmi? Yolg'on gapiryapsan. Ha, agar men uyim atrofida jasadlarni ko'rsa, nefi qo'rqishi mumkin. Buni bilgandim. Yaxshi emas. U garovga olinganni o'ldirmoqchi emasligimni bilishi mumkin. Cherkov buyrug'i bilan men Shastvil Lekvist endi sehrgar Zaganni o'ldiraman. U nomiga tegdi, lekin buni zararli oldi. Ammo bu unchalik kuchli emas. Unga yo'llaqagan qurolni barakasi yordam berdi. Eng asosiysi, u bu 3-da yosh. Nimaga qarshi kurashmayapsan? Meni o'zingga mos raqib ko'rmayapsanmi? Men ayollar bilan jang qilishni hech qachon yo'qlamayman. Ayniqsa u Nefi bilan bir xil yoshga o'xshasa. Nimaga? Nimaga? Nega senga o'xshagan odam sehrgarlikka aralashib qolgan? Sehrgarlik qandaydir jinoyatmi? U yovuzlik. U shunchaki odamlarning ezilishi va azoblanishini ta'minlaydigan narsa. Unda sendagi kuch haqida nima deya olasan? Sendan kuchsiz bo'lgan sehrgarlarni bir tomonlama o'ldirish uchunmi? Men o'zimni oqlamoqchi emasman, lekin omon qolish uchun sehrga muhtoj odamlar kam emas. Va o'z hayotingni ta'minlash uchun ularni yo'q qilmoqchi bo'lsang, adolat haqida gapirishga haqqing yo'q. Men axir shunda ham yo'q. Aynan shuning uchun men yutkaza olmayman. Mana. Demak, kuch sinovimi? Seni o'ldiraman. U o'zini shuncha vaqt davomida ushlab turdimi? Meni davolash sehrim ish bermayapti. Muqaddas qilish sababli menimcha. O'ylaymanki, menda uni o'ldirishdan boshqa yo'l yo'q. Menga quloq sol. O'zingni men tomonimdan o'ldirilgandek ko'rsata olasanmi? Cherkov seni o'lguningcha orqangdan keladi. Agar men mag'lub bo'lsam, meni o'rnimga kuchliroq farishta ritsar yuboriladi. Sen o'limingni soxtalashtir, keyin sehrgarlikdan voz kechib oddiy odamlardek yasha. Buni farishta ritsaridan eshitayotganimga ishonish qiyin. Sen axir meni odamlarimni o'ldirmading.
Sen qo'rquvni yosh haqida gapirding, lekin men seni ko'zlaringda mehrni ko'ryapman. Mehrni mendami? Va eng muhimi, sen meni hayotimni saqlab qolganingni unutganimcha yo'q. Meni kechir, lekin bu men qila oladigan eng katta ish. Sehrgarga yordam berish farishta ritsariga og'ir jinoyat. U juda ko'p narsaga tavakkal qilmoqda. Baribir men buni qabul qila olmayman. Agar men qochsam, ular Nefiga hujum qiladi. Hojam! Yaqinlashma Nefi! Sehrgarning ittifoqchisimi? Bunday qilma, Torres! Hojam! Bu hech narsa emas. Bu nima? O'rmon. Sen meni hojamga jarohat yetkazding. Yo'l qo'ymayman. Bo'ldi, bu yetarli. Bunday qilma, Nefi. Bu nima? Nefina. Kuchimi? Farishta ritsarlari chekinishdi. Men bu ishga begunohlarni tortmoqchi emasdim. Meni kechiring. Oxir-oqibat o'zini aybdor his qildi. Nefi, axir sen sehrdan foydalana olmayman deganding. Bu sehr emas edi. Unda nima? Ha, mayli. Qanday kuchga ega ekanliging men uchun muhim emas. Janursan, men bu gap bilan xuddi u menga umuman qiziq emasdek gapirdim. Sen Nefisan, boshqa hech narsaning ahamiyati yo'q. Mana aytdim. Katta rahmat. Ha. Sen qo'rqdingmi? Mendan shuni so'rayapsizmi? Hojam, men sizni bezovta qilmayapmanmi? Nimaga? Lekin hozirgina Ha, men hech qachon bunday kuchni ko'rmaganman. Tan olaman qiziqarli. shu xolosmi? O'sha kuch tasavvuf deb ataladi. Tasavvufmi? Chindan ham u mavjudmi? Bu sehr jodu kabi mantiqqa asoslangan usullar tizimi emas, balki tabiiy qonundan tashqari kuchlarni qo'lga kiritishga imkon beruvchi mo'jizaviy kuch. Hamma elflar shunday kuchdan foydalana oladimi? Yo'q. Men la'natlangan bo'lganim uchun qila olaman. Unga qara, ahmoqona jilmayish. U juda ham qo'rqinchli. G'arbiy o'rmondagi daraxtlar yana qimirladi. Uni o'z-o'ziga ming'irlayotganini ko'rdim. Voy, bu qo'rqinchli. Biz uni haydashimiz kerak. Jam, u seni la'natlaydi. Bunday kuch mavjud bo'lmasligi kerak. Oq sochli elf bolalari tug'ilmasligi kerak. Shuning uchun Bu ko'rinish. Sen inson emassan, senda his-tuyg'ular yoki istaklar bo'lmaydi. Anchadan beri shu gaplar aytilgan odamning nigohi. bir kuni qishlog'im hujumga uchradi. Qishloq ahli esa ularni himoya qilish uchun kuchimni ishlatishim kerakligini aytdi. Senga yashashga ruxsat berganimiz uchun javob berish vaqti keldi. Ular shunday deganlaridan keyin boshim ichida nimadir parchalanib ketganini eshitdim. Men hech qanday qarshilik ko'rsatmasdan qo'lga tushdim. Qolganlarning hammasi umidsiz qochishdi. Qochib ketganlarning ko'pi tirik qolgan deb o'ylamayman. Axir hatto elf jasadlari ham qimmatbaho. Va men buni ko'rganimda men ularni bunga loyiq deb o'yladim. Bu dahshatli emasmi? Meni borlig'imni la'natlaganlarni o'lganini ko'rib ustilaridan kuldim. Endi azoblanish navbat sizlarniki deb o'yladim. Men nima qilganimni anchadan keyin anglab yetdim. Men Shuning uchun u his-tuyg'ularni ifoda qilishni to'xtatgan. uzr so'rayman. Hafsalangiz bir bo'lgan bo'lsa kerak. Nimaga?
Men o'sha bosqinchilar bilan birga butun qishloqni o'ldirgan bo'lardim. Shunda ham qilgan ishimni kechirib bo'lmaydi deb o'ylayman. Kim tomonidan kechirib bo'lmaydi? Ular qishloq ahli tomonidan. Lekin ular o'lik, xo'sh, buni nima ahamiyati bor? Men ularni hattoki qabr ortidan ham seni haqorat qilyapti deb o'ylayman. Kuching bo'lsa, kuchli hayot kechirishing kerak. Bo'lmasa, kuchsizligidan o'layotganlarga nisbatan bu haqorat bo'ladi. Bu kuchga ega bo'lishim chindan ham to'g'rimi? Javob ber, kuchga ega bo'lish chindan ham noto'g'rimi? Kuchli bo'lishni xohlash yomonmi? Bu Agar qiziq bo'lsa, menga buni yomon deb aytishdi. Uzoq vaqt oldin men bir qizni qaroqchilar to'dasidan qutqarib qoldim. Kuchsiz bo'lsang, o'ljaga aylanishing tabiiy. Bu takrorlanishini xohlamasang, kuchli bo'l. nima, zaif odamlar yashamasligi kerakmi? O'z kuchingni ko'z-ko'z qilish seni buyuk qiladimi? Men uni juda yaxshi munosabatda katta bo'lganini his qildim. Achinish va mehribonlik zaharli hashamat bo'lib, bu odamlarni beparvo qiladi. Shunday shinam va beg'ubor hayot uni zaif qilib qo'ygan edi. Men bilan bunday bo'lishni xohlamadim. Shuning uchun kuchliroq bo'lish uchun yashadim. To'g'ri. Bu meni hech qayerga olib kelmadi. Shuning uchun Nefi, bunday yuzni qilma. Menga kerakligingni aytdim, to'g'rimi? Rostdan ham shu yerda bo'lishim mumkinmi? Albatta mumkin. Ayniqsa menga bergan ovqatingdan keyin men endi sensiz hayotni tasavvur ham qila olmayman. Anime Telegram'dagi Anibro kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi.あなたの背中